nodavlat notijorat tashkilotlarining chet el fuqarolari bo'lgan xodimlarini, shuningdek, ularning qaramog'idagi oila a'zolarini akkreditatsiyadan o'tkazish. Adliya vazirligining yengo.uz platformasiga kiring. yengo.uz platformasiga nodavlat notijorat tashkilotiga olingan elektron kalit orqali tashkilotning shaxsiy kabinetiga kiring. Xodimlarni akkreditatsiyadan o'tkazish tugmasini bosing va akkreditatsiya arizalar ro'yxatiga kiring. Xodimlarni akkreditatsiyadan o'tkazish uchun ariza tugmasini bosing. Birinchi qadamda nodavlat notijorat tashkilotining ma'lumotini kiriting. Ikkinchi qadamda akkreditatsiyadan o'tayotgan shaxs ma'lumotini kiriting. Uchinchi qadamda mehnat faoliyati to'g'risida ma'lumotlarni kiriting. Mehnat faoliyatini boshlagan kundan boshlab shu kunga qadar to'ldiriladi. To'rtinchi qadamda o'zi bilan kelgan oila a'zolari to'g'risida ma'lumotlarni kiriting agar bo'lsa. Beshinchi qadamda ilova qilinadigan hujjatlarni yuklang. Birinchi, tibbiyot muassasasining OIV infeksiyasi yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotnomasi. Ikkinchi, chet el fuqarosi pasportining nusxasi. Uchinchi, xorijiy xodimni nodavlat notijorat tashkilotga ishga qabul qilish to'g'risidagi vakolatli shaxs imzolagan tasdiqnoma xat va boshqa hujjatlarni yuklang. 6-qadamda ariza ko'rib chiqish uchun topshirilganidan keyin u O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi xodimi tomonidan ko'rib chiqilguniga qadar ma'lumotlaringizni o'zgartira olmaysiz. Shuning uchun hujjatlarni ko'rib chiqish uchun topshirishdan oldin ma'lumotlarni to'g'riligi va ilovalar ro'yxati yuklab olingan fayllarni diqqat bilan tekshiring va tahrirlashni yakunlab to'lovni o'tkazish tugmasiga bosing. 7-qadamda arizani topshirish uchun belgilangan miqdordagi davlat bojini o'zingizga qulay to'lov usullari orqali to'lang. Bank orqali to'lovni amalga oshirish uchun kvitansiya olish yoki onlayn to'lov orqali to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. To'lovni amalga oshirganingizdan so'ng tashkilotning shaxsiy kabinetida ariza qabul qilinganligi va ko'rib chiqish muddatlari ko'rinib turadi. Qo'shimcha savollarni berish uchun Telegramdagi maxsus yengo.uz support guruhimizga qo'shilishingizni so'raymiz.